1-oktyabr 2025 yil kechasi barcha muxlislar uchun unutilmas bo'ladi, chunki o'shami kun, soat 8 da, Mening yurtim kanalida Qirmizi xonadon yoxud Qalbim o'grisi milliy serialining 164 qismi chiqadi. Oldingi burilishlarga qarab, ekranlarni his-tuyg'ular va intrigalar bilan portlatadi. Men bu loyihada sevgi, xiyonat va oilaviy sirlar iplarini qanday mohirona toqishini ko'rib hayratlanib qoldim. Bu shunchaki serial emas, balki inson ruhlari haqidagi haqiqiy doston. Har bir qahramon hayot nafasi bilan nafas oladi. Birinchi qismlardan Qirmizi xonadon o'zining haqiqiyligi bilan meni o'ziga tortdi. O'zbek an'analari, kundalik hayotning yorqin ranglari va bu yurakni ezuvchi ehtiros undan ajralib bo'lmaydi. Bosh qahramon o'z baxti uchun qizil xonadon, taqiqlangan istaklar va yashirin yaralar ramzi dagi intrigalar girdobida kurashuvchi, ruhiyati buzilmas ayol. Aktyorlar shunday chuqur o'ynashadiki, ko'z yoshlari va kulgi osongina almashinadi. 163 qismda shubha o'zining haqiqiy mohiyatini ochdi, qalblarda xaos ekdi, lekin va'da beraman, 164 qism hamma narsani ostiga qo'yadi. Bosh qahramon atrofidagi fitna cho'qqiga chiqadi va uning qalbim o'grisi, o'sha yurak o'grigi, bizni nafasimizni ushlab turishga majbur qiladi. Bu shunchaki drama emas, bu kechirim va haqiqiy sevgi haqidagi dars, yaqinlarimizni qadrlashga o'rgatadi.